Ariflamda biznes imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Biznes imkoniyatlarini olish uchun mijoz statusidan biznes statusiga 120 ming so'm to'lov qilib o'tkazasiz. Va sizga birinchi beradigan imkoniyat bu doimiy 20% skidka. Bu 1 yil davomida xohlagancha buyurtma berib 20% arzon olishingiz mumkin. Ikkinchisi 10% tavsiya chegirmasi. Taklif qilgan insonlaringizni xarididan 10% chegirma olasiz. Va uchinchisi bonus plus dasturi. Bu mijozlarda berilmagan. Siz buni shartini bajarib, yana qo'shimcha mijozlaringizdan 10% skidka, hatto o'zingizning ham buyurtmangizdan 10% cashback olishingiz mumkin. Va komanda tuzib, zvaniyalarga chiqqaningizda 12%, 15%, 18% da ham kichik premiyalaringizni, 23% dan boshlab, direktor zvaniyasidan boshlab katta premiyalarni olish mumkin. Va komanda shakllantirgandan keyin komandani tabar-oborotidan siz va komandangizdagi biznesga kelgan insonlar shartini bajarib oyliklar olishi mumkin. Qancha oylik chiqishi bu sizni komandangizni shakllanishi va tabar-oborotiga bog'liq. Bundan tashqari 15% dan boshlab menejer statusida ham siz chet elga sayohatlarni tekinga qo'lga kiritishingiz mumkin. Va biznesda ham xuddi mijozlarga o'xshab yurakchalar dasturi bor. Siz o'zingizni shaxsiy buyurtmalaringizdan ham yurakcha olasiz va vazifalarni bajarib, hatto insonlarni taklif qilib, bu cashbacklardan tashqari ham ulardan yurakcha olib, bu yurakchalarni sevimli mahsulotlaringizga almashtirishingiz mumkin.